Hammalarga assalomu alaykum. Bugun biz Minecraft o'yinini o'ynab ko'ramiz. Hozir yangi mer ochib, qiyinga qo'yamiz. Mer ochilyapti. Obuna bo'lishni unutmang. Keyin like tungachasini qo'yishni ham unutmang. Hozir ochilyapti merimiz. Merimiz ham ochildi. Hozir biza daraxtlarni chop olamiz. Keyin esa daraxtlarni chopganimizdan keyin virshtank yasab, bolg'a, kerka, qilich narsalarni yasab, toshlarni chopib, keyin temir topib kuchayishimiz kerak. Hozir daraxtlarni chopalaylik. Endi esa ovqatni ham olamiz. Hali ferma qurishga ham kerak bo'ladi. Hozir virshtankni yasab ko'ramiz. Yasaymiz. Keyin cho'pam yasaymizda virshtankni qo'yib, kerka va bortalarni yasab olamiz. Yasab bo'lganimizdan keyin virshtank sindirib, toshlarni sindirishga o'tamiz. Keyin oziq-ovqatlarni ham olib, biza hali bu joyda 100 kun yasab, juda ko'p narsalar qurib, fermalar qurib, 100 kun yasab qolamiz. Kiyimlarimiz neziretdan bo'lishi kerak. Hozir tog'ning uchiga chiqib, toshlarni kovlab, g'orga tushib, temirlarni olishimiz kerak. Toqqa chiqamiz hozir. Loylarni sindirib chiqa olamiz. Hoppa. Chiqamiz. Va ana toshga yetib keldik. Endi esa kerka orqali bularni kovlab, tosh kerka bilan tosh bolg'a, ya'ni bolta yasolamiz. Hozir ko'pala toshlar, keyin yarmiga esa pechkalar yasaymiz. Ko'pala qilganimizdan keyin hozir toshlarimizni chopib bo'lamiz. Keyin esa tosh kerkalar bilan tosh boltalar yasolamiz. Keyin albatta pechkalar ham yasolamiz. Keyin obuna bilan like tugmachasini unutmang. Videoga bironta xatolik bo'lsa, kommentariyaga kutib qolaman. Hozir tosh kerka bilan tosh bolg'a yasolamiz. Endi esa 3 ta pechka yasaymiz temirlarni eritish uchun. Hozir esa tosh bolg'ani olib virshtankda sindirdik-da, tog'dan tushamiz. Qani bo'lmasam g'or qidirishga ketdik. Hozir g'orni topdik, qani yaxshi ekanmi? Juda qorong'i, yana chuqurga tushgan ekan. Biz ozgina temir kovlab chiqamiz. Shuning uchun bu g'or to'g'ri kelmay ekan. Shuning uchun baxsa g'or topamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Yaxshi joylarga borib, g'or topmasa bu joylarga vashshe bo'lmaydi. Qo'ylar bo'lsa yaxshi bo'laydi. Divan yasashga kechqurun bo'lib, mahluqlar bilan olishkim kelmayapti. Shuning uchun topsham kerak. Bu survival bitta o'lib qolsa, o'zi o'yin tugaydi. Shuning uchun bunga ehtiyot bo'lib o'ynashimiz kerak. Va ko'mir chiqdi zo'r. Fakir bilan
temirlarni eritishga yaxshi bo'ladi endi. Hammasini chop olamiz ko'mirlarni. Hoppa, endi ochib tayoqcha bilan fakelni solamiz. Hoppa, yasaldi fakel. Endi esa fakellarni qo'yib yoritib qo'ya olamiz. Keyin esa toshkirka bilan to'g'imiz sal pasaytirib kovlamizda temirlar topamiz. Buni ikkinchi qismi bo'ladi, xatimi chiqib qoladi. Ikkinchi qismi ham. Uning uchun sizlardan like bilan obunani so'rab qolaman. O ana temir chiqdi, fakellar qo'yib chopib ola olishimiz kerak. Temirda qoldirib bo'lmaydi-da, ya. Hoppa. Endi yana pastroqqa kovlab ketaveramiz. Temir chiqadi degan umiddamiz. Kovlaymiz, 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 kovlaymiz. Temir chiqmasa kerak menimcha. Mayli, kovlayveramiz. Farqi yo'q bizga. Kovlab ketaveramiz. Fakelchani qo'yamiz. Temir chiqmadi-da. Mayli, yana kovlaylikcha ozgina chiqib qolar degan umiddamiz. Chiqadi degan umiddaman. Ko'rmay qolsam kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Qaqqaligini. Juda qorong'i ekan. Yo, reston chiqdi. Nima qilaman endi buni? Boshimga uramanmi? Almas chiqsa bo'lmaydimi temir bilan? Bedrockga yetib kelaman-ku. Men pastga kovlab ketaveraylik. Kovlab ketaveramiz, kovlab ketaveramiz, kovlab ketaveramiz, kovlab ketaveramiz, kovlab bedrock keldi. Bedrockgacha 6 ta temir topdik-ya. Qanday bu Minecraft bu mag'ur o'yin ekan. O'ynamayman. Hazillasdim böyle. Hammasi hazil. 6 tagina temir topdim shaqqacha, ya. Mayli, chiqib ketaman. Mayli, ozgina yana kovlaycha temir degan ariday chiqib qolar ya endi. Kovlaymiz, chiqmaydi. Chiqmaydi, ketdi. Ya necha yil kovlayman ba'di. Nimaga ikkita tosh qo'ydim? Chiqmaydi-da. Qanday bu mag'ur o'yin? Hazillashdim bo'ladi, hammasi hazil. Qani yana chiqaveramiz, g'or topib kirib temirlarni uxlatib, almaslarni ham olib chiqishimiz kerak. Ya, almaslarni birinchi qismini ikkinchi qismga olib chiqamiz uni. Hali boki neziratgacha ham kuchayamiz. 3-chi yoki 4-chi yoki 5-chi qismlarga bo'lib qoladi degan umiddamiz. Keyin boki 9-chi yoki 8-7-chi qismlarga boki Ender Dragonni o'ldirishimiz ham mumkin. Nezaret qilsak, tamom ovqatlarni olib boki nezerga borib hamma narsalarni to'plab Ender Dragon yoniga boramiz. Borganimizdan keyin esa Ender Dragonga ko'rsatib qo'yamiz. Ana chiqdik. Chiqish kerak ya. Yuramiz. Tiqilmaymiz, boltani olamiz. Ana qo'y. Hoppa, ikkita zarbaga qo'qamiz. Unisi ham ikkita zarbaga qo'qamiz. Voy, yana bir donagina qo'y yetishmayapti. Vah. Temirlarni qoniku. Mayli, hammasini olib ketamiz. Bir donasi ham qolmaydi.
Musor kirka. Spayt ham sinadimi? Odam degan bo'lku kirka degan ham shunaqa bo'ladimi ya? Kirali payti sinadi, baxshi paytlari sinmaydi. Mana yangi kirka yasolamiz. Tayoqcha bilan yana kirka. Virstangni olmaymiz. Chunki virstangligicha qolaveradi. Mayli temirlarni kovlaymiz. Gapni ko'paytirmasdan. Qaranglar, lekin obuna bo'lish ishdan chiqmasin. Bitta video ham qo'yilsa, zo'r har kuni yangi videolar chiqadi. Aniq. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hoppa, temirlarni ham chopib bo'ling. Mamaqqa ham bor ekan-ku. Chopamiz. Voy, kechqurun bo'libdi. Endi zombilar borku, vashshi yoqmaydi. Mayli, chopamiz. Temirlarni chopib olamiz. Obuna bo'lish ishdan chiqmas. Hozir obuna bo'lib qo'yinglarki, ishdan chiqib ketadi. Keyin bo'lgan like ham ishdan chiqib ketadi ya. Qo'yib qo'yinglar ya. Hoppa, vekstanni sindiramiz. Hoppa, o'zimizga yaxshiroq joy topishimiz kerak. Pana qila olamiz. Kichkinagina o'ycha qila olamiz. Ya katta emas, kichkinagina. Ketdik. Maxluq bormi? Qoch. Ya g'oram bu, qoch. Qochdik. Saq bo'lar ekan. Ana, daraxt ham bo'laveradi. Hoppa. Blok. Qani? Blok. Blok. Mana ekan. Hoppa, qo'yamiz. Nimaga qo'yilmaysan? Qo'y. Hoppa, qo'yamiz. Bo'lmasa o'lib ketamiz. Survival keyin tugadimi ya? Nezerga borish bu kuch. Nimaga chiqib bo'lmayapti bundan? Chiqib bo'lmayapti-ku. Nimaga? Endi chiqdik ya. Hoppa, temirlarni qo'yamiz 30 ta. Keyin ko'mirlarni qo'yib eritamiz. Endi esa kutamiz. Obuna bo'lish ishdan chiqmasin. Like bilan bironta videoning kamchiligi bo'lsa, kommentariyaga yozib, yoqqan bo'lsa, baliylarni yozib, obuna bo'lib qo'yinglar. Tez orada 100 ta bo'lishimiz kerak. Bir haftani ichiga 100 ta bo'lishimiz kerak. Endi bitta temir bo'ldi, yaxshi. Necha yilga eritamiz buni? Amal kutamiz. Keyin boshqa aslahalar yasolamiz. Bitta narsa alam qiladi. Shuncha narsani yasab borki, ishtonga borki bir donagina temir yetmay qo'ysa, uydan chiqib ketaman. Eng alamligisidasi. Hozir eritamiz. Endi borki 5 ta eridi. Hoppa, 6 ta yaxshi. 6 ta bo'ldi. 7 ta. Adashib ketdim, kechiringlar. Vashshi totki. Ikkinchi qismi borki, xohlasanglar borki 100 ta obunachi yig'ib bersanglar, 2 tagacha, 2 taga borki ikkinchi qismini olib yoraman. Keyin borki baqqa borki streamli ham bo'lib turadi. Tez orada. Keyin unga donata qilishinglar mumkin. Xohlaganlar tez orada bo'lib turadi videolar. Har kuni video chiqadi. Bugundan ertagacha 100 ta obunachi qilsanglar, ertaga buni ikkinchi qismini olaman. Yana borki 1000 ta qilsanglar, olaman 3-chi qismini. Unga borki almos topib
Netherga ketamiz. Netherga. Adashib ketdim. Netherga ketamiz. Hoppa qo'yamiz. Videomiz tugasiga ham ozgina qolibdi. Amal hozir tugatmaymiz. Hoppa daraxtlarni chopolamiz. Shetka. Hoppa. Hoppa chopdik. Odamlar hozir videomiz tugaydi endi. Hozir emas, ozginadan keyin. Bo'ldi, tugadi videomiz. Xayr, hammaga bo'pti.